Beremiz kelgili her türlü tilde söyleyetken bular. Özbekçe, Türkçe, Kazakça, Azerbaycanca. İnşallah. Yaxshilab o'zlari uzatıp qo'yasizlardi. Qutqaruvchilar bizni korxonamizga Qirg'iziston Respublikasi Bishkek shahridan akalarim keldi. Hasanbek plitamiz ishlab chiqarishni o'rgandi va katta ob'yomda qolpanimiz sotib oldi. Endi ishlab chiqarishni inshaalloh Bishkek shahrida boshlashyapti. Kimga bizni Gold Clinker shunday Hasanbek plitalari sifatlilar kerak bo'lsa, pastda akalarimiz nomerini qoldiramiz. Albatta aloqaga chiqinglar. Aka, Gold Clinker haqida nima deysizlar? Boshqa davlatdan keluvchilarga maslahat berasizlarmi? Boshqalarni ko'rdinglar, bizni tanlaganinglar haqida aka. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Biz bo'lajak akalarning aslida boshqa joylarda ko'rdik, solishtirdik. Ana shular bizga yoqdi. Sapatu klinkerning janoqlarini oldik, qalblarini. Ana boshqa mamlakatdan keladigan qo'rqmay kelaveringlar. Aqchalarni oldirib qo'ydik. Kargodan özür salib beradi ekan inshaalloh. Shu yerni bizda da inshaalloh Bishkekka chiqara turganlar bo'lsa, shu Arquzda turgan klinkerlarning barini chiqarib beradi va sapatib qo'y inshaalloh. Kelinglar barni yuritar ekan, jataqanasida kelib tamoshni berib inshaalloh yuraguncha juraveradi ekan sen bo'ljaqlar. Inshaalloh. Masho. Alloh baraka bersin. Bizni ham ishlarimizga. Albatta aloqaga chiqinglar, sizlar ham biz bilan hamkorlik qilinglar. Xudo xolasa inshaalloh.